Hokimimiz Adiz Muzaffarovich, sizga murojaatimiz. Shuni aytingizlar, qani shu yerga tramvay sig'ishiga kimning aqli yetadi? Shu ko'chaga tramvay sig'dirish mumkinmi? Uzun tirbandlik bo'lib ketadi supergacha. Ko'cha keng bo'lish kerak. Xuddiki mikrorayondan Atlasgacha bo'lgan 60-yillar gen plan qilinganda, hozirgi gen plan bilan biz ham tanishamiz. Assalomu alaykum Samarqand ovoz obunachilari. Bizlar kelgan lokatsiya Family Park mikrorayonga ketish. Bu yerdagi ahvol haqida. Mana hozir ko'ryapmiz ko'cha qayerda. Va bu yerdagi mana shu uylar mana shunaqasiga ketgan, to'g'rimi? Mana shunday yo'l hisobida bo'lish kerak. To'g'ridan ketsangizga mana shunday yo'l ketish kerak aslida. Sinos bo'lib, domlar quriladi, shaharcha bo'ladi degan internetda xabarlar tarqaldi. Ya'ni yana bu yoqqa tramvay kelarmish. Shu ko'chaga tramvay sig'ishiga kimning aqli yetadi? Shuni aytingizlar, qani shu yerga tramvay sig'ishiga kimning aqli yetadi? Shu ko'chaga tramvay sig'dirish mumkinmi? Ya'ni o'zi 7 metrmikan shunchagina ko'chacha. Bu yer kengayish kerak, ya'ni kelajakda bu yerda tramvay keladigan bo'lsa agar albatta yaxshi sharoit bo'lish kerak. Ko'cha keng bo'lish kerak. Xuddiki mikrorayondan Atlasgacha bo'lgan ko'chaning kengligida keng bo'lish kerak. Hokimimiz Adiz Muzaffarovich, sizga murojaatimiz, shularga bitta bosh-qosh bo'lib bu yerdagi ko'chaning hisobini albatta buni rioya qilishimiz kerak. Chunki mana shu Family Park qatorasida keng bo'lish kerak yo'llar. Mana shunday keng bo'lish kerak. Ya'ni parkovka zonalar bo'lish kerak. O'sha domlarning oldida mashinalar to'xtashi uchun, maishiy subyektlar ochilganda odamlar xaridlarni amalga oshirishlari uchun albatta bu yerda sharoit bo'lish kerak birinchi navbatda. Bunday to'xtash mumkin emas, znakini qo'ygan bilan masala yechilib qolmaydi. Bu yerda to'xtash mumkin emas, hayda mashinangni. Unaqa gap bilan bo'lmaydi. Albatta bu yerda sharoit bo'lish kerak. Ya'ni bu yerda hozir ko'rishimiz mumkin. Mana shu yerdagi tirbandlik hammaning xabari bor. Bu uzun tirbandlik bo'lib ketadi supergacha. Bu yerdan keladigan aholi buni yaxshi biladi. Katta aholi yashaydi u yerda. Bam superda o'sha yerdagi hozirgi vaziyat. Kelajakda bu yerda shaharchalar qurilayotgan bo'lsa agar, shaharchalar qurilsa agar, albatta muammo 2 karra oshib ketadi. Uydan chiqasiz, tirbandlikka qo'shilasiz, tamom. Avtomobillar harakatlarini unutishimiz kerak o'sha paytda. Mana shu ko'rib turibmiz, qancha mana shu probka. Har ertalab bu yerda kamida 10-15 minutlik probka paydo bo'lmoqda. Kelajakda tasavvur qilavering. Ya'ni kelajakda bu 2 karraga oshadi. Aholi ko'paygandan keyin, bu yerda shaharchalar ochilgandan, ko'chib kelgandan keyin aholilar. Samarqand viloyat hokimi Adiz Muzaffarovich shuni bitta nazoratga olishingizni so'raymiz, chunki bu ko'cha kengayish kerak. Bu ko'cha 50-60-yillar gen plan qilinganda, hozirgi gen plan bilan biz ham tanishamiz. Buni ham qo'yamiz. Haqiqatan ham bu yer kengayganmikan, kengaymaganmikan? Bu yerdagi o'sha gen planda nazarda tutilganmikan bu yerdagi kengayishlar? Chunki domni ko'chani yoqasiga qurishdan hech qanaqa foyda yo'q. U yerdagi aholi baribir yashagandek bo'lmaydi. Shovqin, mashinalardan kelayotgan shovqin. Ya'ni uni alohida zonalar bo'lish kerak. Ya'ni 4 palasa, keyin parkovka, o'sha dom. Albatta shuni rioya qilishimiz kerak bizlar.